sizlar bilan yana Abrorxon 177 bo'laman va bu uylarimni ko'rsangiz tepa qavatida ham uyim bor va tepa qavatini ko'rsataman sizlarga. Hozir pastga tushamiz. Pastda rosayam joylarim bor va vannamni ko'rsataman. Ko'ryapsizmi aziz do'stlar? Bu basseyn bo'ladi va bu yerdan ketamiz. Ana bu basseynimizdan ham yuvinib chiqib bo'ldik va yer to'lamizga tushamiz. Ikkinchi joydan chiqishimizni hal ko'rasizlar. Qani ketdik. Xo'p, bu bizning birinchi uyimiz. Bu bizning ikkinchi uyimiz. Va bu yerda uchinchi uyimiz bor. Juda ham ko'p uyimiz bor. Va bedrockli qamoqxona yasashga vaqtimiz yetmadi. Lekin bedrockli qamoqxonalarni yasab ko'rganmiz. Lekin uni bitta do'stim buzgan va undan o'tolmagan. Bu yashirin uyim deb tan olganman, lekin bu yashirin uyim bo'lishiga hali erta bo'lishi mumkin. Va bu yerga ham bu uyni men yasatmaganman va bu oxirgi uyim emas. Bu yerni men yasatmaganman va juda ham qurish qiyin bo'lgan va bu oxirgi uyimga kiramiz. Bu yerni ham yasatmaganman. Aksincha bu yerni esa yasatganman. Bu yerni yasatganman chunki bu yerga xona quraman deb taxta qo'yib qo'yganman. Juda ham kulgili aziz do'stlar. Sizlar biz bilan qolishingiz kerak va bu tepalikka chiqamiz. Ko'chaga chiqamiz. Boshqa uyimizdan chiqamiz. Va shu yerdan chiqishimiz kerak. Va bizni uyimiz nechtaligini bilib oldingiz. Taxminan 7 ta yo 8 ta yo 10 ta. Va bu yerda eshigimizni topdik. Eshigimizni topdik. Yopamiz eshikni va bu yerdan chiqamiz. Bu yer bizga noqulay va chiqishimiz qiyin bo'ladi. Lekin bu yerga kubik qo'yishimiz kerak va eshikni tashqarisi yopiq bo'ladi. Eshik va kubikni olib turamiz. Bu yerda bizni narx
narsamiz bo'lgandi va bu yerlarni ham buzamiz. Yana endi bu yerdan chiqamiz. Bu yer emas ekan. Ha, bu yerdan. Mana bu uyimizdan ikkinchi uyimizga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va biz bilan qolingiz do'stlar. Birinchi uyimizdan chiqyapmiz. Va chiqdik. Biz hozir Survalda bo'lsak-da, endi esa kreativ olamiz. Hozir va yana Surval no it is Qachqurun judayam qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin biz yurib ko'ramiz. Va Qachqurunda zombilar yuradi. Biz uxlab bu yerga kimdir kelyapti. Ha, uxlab olamiz. Like bosing, obuna bo'ling. Yomg'ir yog'yapti. Kimdir o'q otyapti. O'q otyaptimi? Kimdir o'q otyapti va bu yerda zombilar. Yo'q, qoch. Voy, qoch. Ha, qoch oldik. Qochib oldik. Va qayoqqa chiqamiz? Mana qayoqqa chiqdik. Endi bu yerga kimdir tushishi mumkinmi degan umiddamiz. Hech kim chiqolmaydi va bu yerdan chiqamiz. Yo'q, bu jonimiz ham o'lsa ki bu barselonimizga balolar qo'yish uchun biz Survaldan kreativ olishimiz kerak edi. Yana o'sha joyga qaytamiz. Biz bilan qolishingizni umiddaman va kelasi davomlarda uy yasashga boramiz.